Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ularning farzandlari va yaqinlari uchun juda muhim. Gap endi sentyabrgacha ayrim pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan pullar, yangi ro'yxatlar, to'lovlarni tekshirish va o'z vaqti olish masalasi haqida ketadi. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki bitta hujjat topshirilmagani, bitta ariza yozilmagani yoki bitta ma'lumot yangilanmagani sababli odam o'ziga tegishli pulni kechikib olishi mumkin. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugun men kimlar ro'yxatga tushishi mumkin, kimlar xavotir olmasligi kerak, qaysi holatlarda olmasligi kerak, qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha aynan vaqtda eshitilganda foyda beradi. Avvalo vaziyatni to'g'ri tushunib olaylik. Pensionerlar uchun to'lovlar odatda belgilangan tartibda har oy pensiya yoki nafaqa sifatida beriladi. Lekin ayrim davrlarda qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, indeksatsiya natijasidagi farqlar, kompensatsiyalar yoki oldingi oylardan qolgan qarzdorliklar aniqlanadi. Shunda tegishli tashkilotlar ro'yxat tuzadi, ma'lumotlarni tekshiradi va pulni alohida tartibda yetkazib beradi. Oldin bunday jarayon ko'proq bo'ldi. Mahalla pensiya bo'limi, bank yoki pochta orqali ketma-ket tekshirilardi. Masalan, pensionerning manzili o'zgargan bo'lsa, bank kartasi almashtirilgan bo'lsa, nogironlik guruhi qayta tasdiqlangan bo'lsa yoki pensiya miqdori yangidan hisoblangan bo'lsa, ma'lumotlar kechikib bazaga tushishi mumkin edi. Natijada odam o'z pulini 1 oy keyin, 2 oy keyin yoki qo'shimcha ariza bergandan so'ng olardi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning pasport ma'lumoti, yashash manzili, pensiya turi, bank rekviziti, plastik karta holati, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlari turli bazalarda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan to'lovlarni tezlashtiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, agar biror bazada ma'lumot eski bo'lsa yoki mos kelmasa, odam ro'yxatda bo'lsa ham to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner pulni olishda eng muhim narsa faqat menga pul tushadimi deb kutib o'tirish emas. Eng muhim narsa o'z ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirishdir. Chunki ko'p hollarda pul ajratilgan bo'ladi. Lekin uni yetkazish jarayonida bank hisobi, karta, familiya, manzil yoki hujjatdagi xatolik to'siq bo'ladi. Endi asosiy savolga o'tamiz. 15 sentyabrgacha kimlar pul olishi mumkin va kimlar bu ro'yxatga aloqador bo'lishi ehtimol? Men buni bir nechta guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyasi qayta hisoblangan pensionerlar. Masalan, inson pensiyaga chiqqandan keyin ish staji yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha hujjat topib keldi. Yoki arxivdan oldingi ishlagan yillari tasdiqlandi. Shunda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar avval 20 million 2 ming so'm pensiya olayotgan odamning hisob kitobidan keyin pensiyasi 1 million 130 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlansa, farq 1 ming so'm tashkil qiladi. Agar bu farq 3 oyga tegishli bo'lsa, odamga 5 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Mana shunday holatlarda pul alohida ro'yxat orqali beriladi. Ikkinchi guruh indeksatsiya yoki oshirilgan pensiya bo'yicha farq oladiganlar. Ba'zan pensiya miqdori oshiriladi, lekin texnik hisob-kitoblar hamma joyda bir vaqtda yakunlanmasligi mumkin. Masalan, pensiya 10% ga oshirilgan bo'lsa, 1 million 600 ming so'm olayotgan pensiyaning yangi miqdori 1 million 760 ming so'm bo'ladi. Farq 6 ming so'm. Agar bu farq bir oy kechikib hisoblangan bo'lsa, keyingi to'lovda qo'shib berilishi kerak. Agar 2 oyga tegishli bo'lsa, 320 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun ayrim odamlar odatdagi pensiyasidan tashqari qo'shimcha summa ko'rishi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ko'rik natijasi bazagaga tushmagan bo'lsa yoki qayta tasdiqlash kechikkan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Lekin hujjat tiklangandan keyin o'sha davr uchun to'lanish kerak bo'lgan summa qayta hisoblanadi. Masalan, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy 1 million ming so'm olsa, hujjat tasdiqlanishi 2 oy kechiksa, keyin bazaga tushgach, unga 2 million 200 ming so'm miqdorida yig'ilgan to'lov berilishi mumkin. Albatta,
Bu aniq miqdor har bir odamning nafaqa turi va amaldagi tartibiga bog'liq. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifada ko'pincha bolalar, o'quvchilar, talabalar yoki oila a'zolari bo'ladi. Bu yerda o'qish joyidan ma'lumotnoma, yosh chegarasi, vasiylik hujjati, bank hisobi kabi masalalar muhim. Masalan, bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, tegishli oylar uchun qayta to'lov qilinadi. 5-guruh bank kartasi yoki to'lov usuli o'zgargan pensionerlar. Hozir ko'pchilik pensiyani plastik karta orqali oladi. Lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank hisob raqami yopilgan yoki pensioner boshqa bankka o'tgan bo'lsa, pul tizimda qaytib qolishi mumkin. Bunday holatda odam menga pul ajratilmabdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul ajratilgan, faqat to'lov texnik sabab bilan o'tmagan bo'ladi. Shu sababli karta holatini tekshirish juda muhim. Men pensionerlarni ortiqcha vahimaga tushirmoqchi emasman. Lekin ayrim belgilar bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Agar siz odatdagidan kam pul olgan bo'lsangiz, pensiya tushadigan sana o'tib ketgan bo'lsa, kartangizga pul kelmagan bo'lsa, bankda hisob faol emas deyishgan bo'lsa, pensiya bo'limidan qo'shimcha hujjat so'rashgan bo'lsa yoki siz yaqinda manzil, pasport, familiya, bank kartasi, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi bilan bog'liq o'zgarish qilgan bo'lsangiz, masalani cho'zmaslik kerak. Masalan, bir pensioner ayol o'z vaqtida yangi pasport olgan, lekin bankdagi eski ma'lumot yangilanmagan. Pensiya bo'limida yangi pasport turibdi, bankda eski pasport raqami. Natijada to'lovni o'tkazishda moslik bo'lmaydi. Bunday holatda ayol bankka borib pasport ma'lumotlarini yangilash kerak. Shundan keyin pul qayta yuboriladi. Yana bir misol. Pensioner erkak qishloqdan shaharga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yashash manzilini yangilamagan. Pochta orqali oladigan bo'lsa, pul eski hudud bo'yicha chiqarilishi mumkin. U yangi joyda kutadi. Eski joyda esa uni topishmaydi. Keyin to'lov qaytadi, jarayon cho'ziladi. Bunday vaziyatda mahalla, pochta va pensiya bo'limi orqali manzilni to'g'rilash zarur. 3-misol. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan talaba sentyabr oyida o'qishni davom ettiradi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani topshirmaydi. Tizim uning o'qiyotganini tasdiqlay olmasa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Talaba ma'lumotnomani olib kelgach, hujjat qabul qilinadi va tegishli davr uchun pul qayta hisoblanadi. Bu holat ayniqsa sentyabr oyida ko'p uchraydi, chunki yangi o'quv yili boshlanadi. Agar siz pensiyangizni odatdagidek to'liq olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, pensiya bo'limidan hech qanday qo'shimcha talab kelmagan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Yangi ro'yxat degani hamma pensionerga alohida pul beriladi degani emas. Bu juda muhim nuqta. Ba'zi odamlar hamma pensionerga falon summa tarqatilar ekan degan gapni eshitib, bankka yoki mahallaga borib navbatni ko'paytiradi. Aslida esa ko'pincha ro'yxat aniq toifalar, qayta hisob kitob qilingan ishlar yoki texnik sabab bilan kechikkan to'lovlar bo'yicha tuziladi. Shuning uchun men tomoshabinlardan iltimos qilaman. Hech qachon faqat mish-mish bilan harakat qilmang. Agar sizga 25 sentyabrgacha hammaga pul berilar ekan deyishsa, darhol savol bering. Qaysi qaror asosida, qaysi toifa uchun, qaysi tashkilot tomonidan, qanday hujjat bilan? Rasmiy manba bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Chunki firibgarlar aynan shunday paytda ro'yxatga kiritib beraman. Kartangizni tekshirib beraman. Kod keldi, ayting. Pul tushirish uchun plastik raqamingizni yuboring deb odamlarni aldashi mumkin. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, to'lov sanasi hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir pulni oyning boshida oladi. Kimdir o'rtasida, kimdir hudud, bank yoki pochta jadvaliga qarab keyinroq oladi. 25 sentyabr degan muddat ayrim ro'yxatlar yoki hisob kitoblar yakunlanishi kerak bo'lgan sana sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin bu har bir odam aynan shu kuni pul oladi degani emas. Shuning uchun 15 sentyabr kuni pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Lekin 15 sentyabrdan keyin ham hech qanday tushum bo'lmasa va siz ro'yxatga aloqador bo'lishingizni bilsangiz, murojaat qilish kerak. Ikkinchi noziklik, qo'shimcha pul miqdori hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Bir odam 90 ming so'm farq olishi mumkin. Boshqa odam 600 ming so'm, yana bir necha oy uchun 20 million so'mdan ko'proq olishi mumkin.
Bu pensionerning pensiya turi oldingi miqdori qayta hisoblangan davri, hujjat topshirilgan sanasi va qarzdorlik davriga bog'liq. Shuning uchun qo'shnim 500 ming oldi. Menga ham shuncha berilishi kerak deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir ish alohida ko'riladi. 3-nozik jihat. Hujjat topshirilgan sana muhim. Masalan, siz arxiv hujjatini iyul oyida topshirdingiz. Boshqa odam avgust oxirida topshirdi. Sizning ishingiz avvalroq ko'rib chiqilishi, boshqa odamning ishi keyinroq ro'yxatga tushishi mumkin. Bu yerda menikini ataylab kechiktiryapti deb o'ylashdan oldin, hujjat qachon qabul qilingani, qaysi tartibda ro'yxatdan o'tgani, javob muddati qancha ekanini aniqlash kerak. 4-nozik jihat. Bank kartasiga tushgan pulni darhol yechib olish shart emas, lekin kartangiz xavfsizligi muhim. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga kartaning to'liq raqami, amal qilish muddati va maxfiy kodlarini yubormang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramasligi kerak. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda katta. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi bank yoki pochta bo'limiga bora olmasa, farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida olishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, to'lov berilmasligi mumkin. Masalan, 1 yilga berilgan ishonchnoma muddati avgustda tugagan bo'lsa, sentyabrda pul olishda muammo chiqadi. Shuning uchun ishonchnoma sanasini tekshirib qo'yish kerak. 6-nozik jihat. Pensioner vafot etgan holatlari to'lov masalasi boshqacha ko'riladi. Agar inson vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyingi oylar uchun noto'g'ri tushgan pulni yechib olish mumkin emas. Lekin vafot etgunga qadar hisoblangan. Lekin olinmagan pensiya yoki nafaqa bo'yicha merosxo'rlar yoki oila a'zolari belgilangan tartibda murojaat qilishi mumkin. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Shuning uchun bunday vaziyatda albatta pensiya bo'limidan yozma tushuntirish olish kerak. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy va tartibli qilib aytaman. Birinchi qadam, pensiya yoki nafaqa tushumini tekshiring. Agar siz kartaga olsangiz, bank ilovasi, SMS, xabarnoma yoki bankomat orqali oxirgi tushumlarni ko'ring. Faqat umumiy balansga qaramang. Aynan pensiya tushumi sanasi va miqdorini tekshiring. Ba'zan odam kartada pul borligini ko'radi, lekin bu pensiya emas, oldingi qoldiq bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, odatdagi miqdor bilan solishtiring. Masalan, siz har oy 20.800.000 so'm olardingiz. Sentyabrda 20.800.000 tushdimi yoki undan kammi? Qo'shimcha 20.200.000 yoki boshqa summa tushdimi? Agar farq bo'lsa, sababini aniqlang. Bank faqat pul tushganini ko'rsatadi, lekin hisob-kitob sababini pensiya organi tushuntiradi. 3-qadam, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, arxivdan olingan ish staji hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tartibda bo'lishi kerak. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, uni yangilashni kechiktirmang. 4-qadam. Mahalla yoki pensiya bo'limiga murojaat qilishdan oldin savolni aniq tayyorlang. Menga pul tushmadi deyishning o'zi yetarli emas. Siz shunday deyishingiz kerak. Men falon turdagi pensiya olaman. Odatda falon sanada tushadi. Bu oy falon summa tushdi yoki umuman tushmadi. Hujjatlarimda falon o'zgarish bo'lgan. Iltimos, ro'yxatda bor yo'qligimni va to'lov holatini tekshirib bering. Savol aniq bo'lsa, javob ham tezroq chiqadi. 5-qadam. Imkon bo'lsa, murojaatni yozma tarzda qiling. Og'zaki so'rash ham mumkin, lekin masala cho'zilsa, yozma ariza muhim bo'ladi. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili. Pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni yozing. Masalan, menga 2024 yil avgust va sentyabr oylari uchun pensiya to'lovi to'liq kelmaganligi sababli hisob-kitobni tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Sana qo'ying, imzo qo'ying, ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. 6-qadam, bankdagi ma'lumotlarni yangilang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda yangilang. Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, bankka yangi hujjatni ko'rsating. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bank qoidalariga ko'ra ishonchnoma yoki vakil orqali hal qilish imkoniyatini so'rang. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men buni alohida taqdiyot bo'ling.
Men buni alohida ta'kidlayman, chunki pensionerlar eng ko'p aldovga uchraydigan toifalardan biri. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, siz yangi ro'yxatdasiz, pul tushirish uchun SMS kodini ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Kimdir xizmat haqqi bersangiz, ro'yxatga kiritaman desa, ishonmang. Ro'yxatga kiritish qonuniy hujjatlar va rasmiy tartib asosida bo'ladi. Tanish bilish yoki telefon orqali maxfiy kod berish bilan emas. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksa odamlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni tushunmaydi yoki qayerga borishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularning kartasi ishlayaptimi? Pensiyasi tushyaptimi? Hujjatlari joyidami? Shuni tekshirib bering. Ba'zan 10 daqiqalik yordam insonning bir necha oylik pulni vaqtida olishiga sabab bo'ladi. Men yana bir nechta oddiy vaziyatni tushuntiraman. Chunki odamlar o'z holatini misollar orqali yaxshiroq anglaydi. Birinchi vaziyat. Pensioner 20.500.000 so'm pensiya oladi. Avgust oyida pensiya miqdori qayta hisoblanib, aslida 20.600.000 so'm bo'lishi kerakligi aniqlanadi. Farq 1.300.000 so'm. Agar qayta hisob iyul oyidan boshlab qo'llansa, iyul va avgust uchun 300.000 so'm, sentyabr pensiyasiga esa yangi miqdor qo'shilib tushishi mumkin. Bu odam sentyabrda odatdagi puldan ko'proq summa ko'rsa, hayron bo'lmasligi kerak. Lekin baribir hisob-kitob varag'ini so'rab ko'rishi foydali. Ikkinchi vaziyat. Pensioner har oy pochta orqali pul oladi, lekin uyda bo'lmagan yoki manzil o'zgargan. Pochta xodimi uni topolmagan, to'lov qaytgan. Pensioner menga pensiya bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa to'lov qaytarilgan bo'ladi. Bunday holatda pochta bo'limi va pensiya organi bilan bog'lanib manzilni aniqlashtirish kerak. Uchinchi vaziyat. Nogironlik muddati 1 sentyabrgacha bo'lgan, qayta ko'rik hujjati 10 sentyabrda tasdiqlangan. Shu oralig'ida to'lov tizimda ushlanib qolishi mumkin. Hujjat bazaga tushgach, pensiya yoki nafaqa qayta davom ettiriladi. Lekin odam hujjatni topshirmasa yoki natijani olib bormasa, to'lov o'z-o'zidan tiklanmasligi mumkin. To'rtinchi vaziyat. Talaba o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pul oladi. U o'qishni davom ettiryapti, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma bermagan. Tizim uni o'qimayapti deb qabul qilishi mumkin. Natijada pul vaqtincha to'xtaydi. Ma'lumotnoma topshirilgach, masala qayta ko'riladi. Bu yerda talaba va uning oilasi sentyabr oyida ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. 5-vaziyat. Pensionerning kartasi muddati tugagan, pul hisobga yuborilgan, lekin karta orqali ishlatib bo'lmayapti. U bankka bormaguncha muammo yechilmaydi. Ba'zan yangi karta ochiladi, lekin pensiya organiga yangi rekvizit avtomatik tushmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan yangi hisob ma'lumotini olib, zarur bo'lsa, pensiya bo'limiga yetkazish kerak. Men tavsiya qiladigan eng foydali odat, har oy pensiya tushgan sana va summani yozib boring. Oddiy daftar bo'lsa ham yetadi. Masalan, iyul 10 sana 20.700.000 so'm, avgust 10 sana 20.700.000 so'm, sentyabr 12 sana 20.920.000 so'm. Shunda siz darhol farqni ko'rasiz. Agar savol tug'ilsa, aniq raqam bilan murojaat qilasiz. Yana bank SMS'larini o'chirib tashlamaslik kerak. Ular ba'zan dalil sifatida kerak bo'ladi. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, tushum tarixini ko'rsatishni o'rganing. Agar o'zingiz bilmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin karta maxfiy kodlarni hech kimga bermang. Agar ariza yozsangiz, nusxasini saqlang. Agar hujjat topshirsangiz, qabul qilingan sana va kim qabul qilganini yozib qo'ying. Agar telefon orqali javob olishga harakat qilsangiz, qachon qo'ng'iroq qilganingizni, kim bilan gaplashganingizni qayd qiling. Bu oddiy ko'rinsa ham, masala cho'zilganda juda yordam beradi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, 15 sentyabrgacha pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlar masalasida eng muhim narsa shuki, hamma pensionerga bir xil summa beriladi deb o'ylamaslik kerak. Lekin o'z hujjatlari, bank kartasi, pensiya miqdori va ro'yxatdagi holatini tekshirish zarur. Ayniqsa pensiyasi qayta hisoblanganlar, nogironlik hujjati yangilanganlar, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, karta yoki manzil o'zgartirganlar, oldingi oylardan qarzdorlik kutayotganlar diqqatli bo'lishi kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Kutib o'tirmang, lekin vahma ham qilmang. Avval tushumni tekshiring, keyin hujjatlarni ko'ring. So'ng bank yoki pensiya bo'limiga aniq savol bilan murojaat qiling. Agar pul sizga qonuniy tegishli bo'lsa, uni olish uchun hujjat, ariza va tekshiruv tartibini to'g'ri bajaring.
Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi? Qo'shimcha summa olganlar bormi? Qaysi bank kartasimi, hujjatlarmi yoki ro'yxatdagi kechikishmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga ham yetkazing. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat kimningdir o'ziga tegishli pulini kechiktirmasdan olishiga yordam berishi mumkin.